Assalomu alaykum. Qo'qon Ustiyanka bozoridan do'stlar, ko'rishlar mumkin. 25 mi aka? Qizlarga ham 25 mi? Qizlarga ham, bolalarga ham 25 ming so'mdan. 3-5 yosh ha? 3-5 yosh. Keyin bularimiz bor. Mana 25 ming so'mdan do'stlar. 12 viloyatga dastlabki xizmatlar bor. Naqli pachka solingan bular, rasvetkalarni ko'rishlar mumkin. O'ta ko'p. Bu yangiligimiz qancha chiqdi? Bu ham 25 ming so'mdan ekan. Bunisi-chi? Xitoyda bu 45 ming so'mdan bularimiz. Ha, rasvetkalar do'stlar. Bu qizchalarimiz qancha? 15 ming so'mdan. Ko'p ekan. Bu tepa pasimiz qancha? Necha yoshlar shu? 6 dan 10 yoshgacha qancha ekan? 25 ming so'm. Bitta Xitoy tavallari hammasidan bor do'stlar. Ha, rasvetkalar o'ta ko'p. Telefon qilsa bemalol pachkada 4-5 ta bo'ladi har xil do'stlar. Bemalol batafsil ma'lumot olaverasizlar. Ko'rishlar mumkin. Ancha-muncha ko'rsatmaganmiz, Telegramdan tashlashadi do'stlar. Nomer qo'yib ketaveramiz aka. Nechchilik? 91lik 685 08 88 do'stlar. Ko'rishlar mumkin. O, nada ilinmagan rasvetkalari ham bor ekan do'stlar. Juda ko'p ekan. Bemalol telefon qilib batafsil qizlarga, bolalarga ko'rib olishlar mumkin. Telegramdan tanlayverasizlar, tashlab berishadi do'stlar. Pachka bo'lsa bemalol chiqarib berishadi. Donaga endi kesalarim bor do'stlar. Bu Yayma Qotor tomon. Kechqurun bozori bo'layapti do'stlar asosiy. Faqat pachka olmoqchi bo'lganlar telefon qilsa, lakasi kerak bo'lsa batda yoki kunini bilmoqchi bo'lganlar kommentariya Telegram silkasini qo'yganmiz, o'tib bemalol lakasi orqali kesalaring bo'ladi yoki kunini batafsil tushuntirib o'tamiz, chunki har xil bo'layapti bozor.